Bizda latifalar yo'q, bo'lgan voqealar. Biz to'yma-to'y yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachini hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lishadigan. Kechasi 2 da nimaga tuyunga o'ralganda arag'am chiqib turadi. To'yda egasi "Meni ham olaveringlar" deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, uni bolaga ham "Marali" desa, u turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi, "Katta bola bo'lib qolibsan" deydi. Bir xil. Katta bola har kuni shu, katta bola bo'lib qolib, manet ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari, pallari bo'lsa hofiznikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi kechasi 2 da bo'lsa. Hofiznikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi, hofizni iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekanda kallasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Qilib turadi. Kiravering, indamaydi. Kiravering desa ham, o'sha it hammaga kiradi, o'sha doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan, itni yuragida qolgan, buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz-u, sportikalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportikalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani olibdi. Pishgan kartoshkani. Hofizligiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb haligi kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yoribdi. Uni issig'i ichiga kirib ketibdi. Au deydi xolos anu it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligi aka oppoq sportikalarda qora to'plada "Yaxshimisizlar" deb kirib ketdi keyin. To'plini cho'tkalab sportika kiyib olardi, katta ko'ylakka. Katta ko'ylakka sportika kiyib olgan. "Yaxshimisizlar, sizmisizlar?" Itga haligini tashib, it ketdi qarg'ab. Qismni qilib chiquvdi. Haligi it boru. Chunki doirachi it ikkalasi biladi xolos bu voqeani, boshqa hech kim bilmaydi. It devordan qarayapti. Yana bunday qildi, yana bunday qildi it. Endi ertansiga doirachinikida qism. Kechasi 2 bo'lib ketdi. Hali miyanjini ochdi. Haligidan kelinglar nimasa yarimtadan olinglar. O ertalab osh bor. Qayerda osh? O tog'anikida. Uzog'u, menga qara. Doirachi ikkalamiz boramiz, qolganlar sizlar obedda chiqaverasizlar. Ha bo'ldi. Xullas ertalab saharda qizil Moskvich kolonkalar ortilgan. Qilib doirachi yurib chiqib doira torlarida olib chiqib yotdi. Yana oldida o'tirib uxlab ketyapti. Uxlamay ket. Tur. Aka uxlamaganimga endi anaqa bo'ldi. Bitta yamaga yomon tushdi. Qaytib tushdi, doirachini kallasiga bitta narsa keldi. Torni soldimmikin deyapti. Cho'ta torni burchayda ko'rgandek bo'layapti-da. Tushunmikin-a? Hofizga qarasa kayfiyat zo'r. Orqaga qarasa hali torda idish turibdi. Lekin burchayda tor suyanganini eslayapti-da. Endi kechqurun o'g'li turing dedi, ayam chaqiryapti, joyingizga chiqib yotar ekansiz degan. U turmagan. Endi torlarni ochib o'ynagan haligi o'g'li. Haligi xotini tar dadang uxlarsin. Torda qo'yib bolani yetalab chiqib ketgan. Ertalab degan qilib tor bilan olib chiqib ketgan. Futlardi o'zini. Tor doira xolos to'y. Lekin shubha borda torda ichida bormi-ki yo'qmikin? Iloyim solgan bo'li. Rosa ko'p suralarni bilar ekan. Ichida aytayapti, qaytaryapti. Iloyim solgan bo'li torda. Hofizni kayfiyati zo'r. Senga bitta doira padarka qilaman. Bugungi qismdan. Doirachi mayli-yu, lekin
Orqaga qarasa adir qir. Endi quyosh chiqyapti. Qirovlar tushgan barglarga, paxtazorlardan u Ohangaronda yo'liga o'xshagan joydan ketyapti. Rosa uzoq. Hozir aytsam deyapti, tepib tushirib yuboradi deyapti. Bitta sineyman. O'zing yordam bergin deb torda shunday ochuvdi. Qizil baxmal turibdi-yu. Shu etdi ichi. Odamda bo'ladi-yu, shu etib qo'rqib ketasiz. Hofizga qarab, yo'lga qarab. Hozir 6 gacha sanab aytaman. 1 2 tor qolib ketibdi deb aytaman. 3 diyorda to'yxonaga yetib qoldi. Artistlar keldi, artistlar keldi. Torlarni, mo'minaqalarni, kalonkolarni tushirib artistlar keldi. Hofizning eng katta yutug'i oshga vaqtida borgani. Hofiz, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun to'yni yorasiz. Buzib tashiyman. Ana nimani boshlig'iga quda bo'ldik-da. Sizni ham yaxshi taniydi. Aka qo'rqmang. Deb kirib ketdi. Doirachi endi bir gap bo'lar deb bordi. Hofiz o'tirdi. 5. Torda ber. Torqani? Ber orqangda turibdi, yuqsirama. Tor qolib ketdi. Unaqa dema, uka. Odam shuncha odam o'tiribdi oshda. Mana shuncha odam o'tiribdi oshda. Torda ber, yuqsirama. Deb futlardim, bunday ochuvdi, tor yo'q. Torqani? Kech qo'ying, Humoyun Mirzo o'ynagan ekan cho'ri. O'g'lini otini to'liq aytayapti. Humoyun Mirzo o'ynagan ekan. Nima Mirzo? Seni o'ldirib yuboraman, unaqa qilma, torda olib ber. Tor qani? Bor qara. Endi shetam hech bo'lmasa haligi tinchroq yoki bir narsa yerlar qimbalab osh bo'lmay qoladimi deb vaqt o'tsin deb torga ketdi Moskvichga. Uzoqdan Hofiz qarab turibdi. Bu xuddi o'zi yo'q. Qidiryapti Moskvichlar. Xuddi tor chiqib, ha, maytda ekan deydigan deydi. Hofiz diyordi. Sen bugun o'lding deyapti. Yo o'lib qol. Bir xil, nima qilsang bo'ladi. Sen baribir bugun o'lasan. Ammo o'zinikin doiralarni olib qo'yar ekan orada. Hofiz yo'qmi dedi. Burchakka o'tib olib mamlaqa urushlar bo'lardi-yu. Qo'ytaydi, nima? To'yda egasini oldiga bordi, hofizlarga qiyin. Aka, shu sezonchilikda, shu ana kichkina o'g'lingiz rubob chalarmidi-ya? Desa, to'yda egasi, nima deysan? Kichkina rubobmi nimadir yo'qmi, sezonchilik uyda tor qolib ketibdi-da. Ichi yana buniki ham shu aytdi. Ukam, meni ustimdan kulgani kelganmisiz? Shuncha odamda men sizni tinch qo'ymayman. 7 mahalla qidirib shipitga ham topolmabdi. Simam yo'q. To'yda egasi bunga aytayapti, sen o'lding bugun deyapti. Doirachiga qarab, chol deyapti. Chol deb qanday vaziyatdan chiqib ketishdi qarang. Qo'lda bunday qo'yibdi. Tun oqshom shunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan. Yuraklarimiz tugagan mana shunaqadan.